Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana aplavkalarimizni qilib oldik, xudo xolasa. Betonni boshlaymiz, o'zi pnevmat qilamiz. Ag'da ham patoshka. Uyimiz sal qiyshiq holatda. O'ta qiyshiq. Uni to'g'riladi, aqa qilib. Glavni o'yi bilan darvozaxonani tekis qilib chiqardim. Mayda buchaga chiqardim. Oldi tomondan o'zi obyektga mana podval chiqib tepaga ag'a ham qo'shilib ketadi. Xudo xolasa videolarni ulashamiz, qo'yib boramiz. Ustolarga manfaatli bo'lsa, uy egalariga manfaatli bo'lsa xursand bo'lamiz. Kommentariyaga qoldiring izohlar. Obuna bo'ling. Ko'pchilik tarqalsa xursand bo'lamiz. Karkasdan 6 ta qilganmiz. Koloniyani sirasi chiqarib bo'ylab o'ta chiroyli suvlar qarang, mazza deb mana. Holat. Chog'utlar maza qilib ishlashadi. Chog'utlar 12 ta. Bitta obyekt tushamiz, uzoq bo'yagisidan qiynalmagan holatda hammasini qo'ldan keladi. Tasas qilib ishlatamiz. Apalavka, mishalka, hamma narsa o'zimizda bor. Uyiga pulni bersa bo'ldi. Hamma instrumentimizni o'zimiz kelamiz. Bitta lopatka taqirlagacha o'zimiz olib kelamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqarasiz. Namangan bo'ylab qilaveramiz.